Men uni qimor sifatida ko'rmaganman-da hech qachon. Просто shoxi qichigani uchun urishadi deb aytishardi. Jumashi qo'chqori yutdi. O'sha paytdagi Abbos Tug'monovning xarakteriga to'g'ri keladigan rolmidi yo boshqachamidingiz o'zi o'sha bolaligingizda? O'zi aslida kinoda o'ynashimdan oldin men skripach bo'lganman. Sen kim bo'lishni xohlarding? Menmi? Men ikkita singlim va bitta ukam bo'lishini xohlardim. Xadichaxon Imomnazarova. Bizga ko'zlari mayusroq qiz kerak, juda ham quvnoq qiz ekan. Bo'lmaydi, keyingi kinoga chaqiramiz deb jo'natib yuborishdi. Yuringlar, men sizlarga qo'g'irchoqlarimni ko'rsataman. Qanaqadir mem qilib ham chiqarib yuborishdi. Qisqa Uylanmagan yigitlarga yuborishdi. Lekin men u paytda tushunmaganman nima deganimni. Bir qizga uylanib, uni sochini silaysiz. U sizga kichkina chaqaloq olib beradi. Bildingizmi? Hosilboyevachchaning bolaligini kim o'ynagan va bugun o'sha inson nima ish bilan band? O'zi aslida meni Asadbekning yoshligiga olamiz deganlar. Sizni yaxshi ko'raman. O'g'ri bo'lib kirishimiz ham onaxonning uylariga, u ham o'sha eski mahallada edi. Xo'jalik qilsangiz, eringiz otiladi. Mahalla telekanalida tomosha qiling.